Xitayning Sharqi Turkistondagi jinoyatlarining bu yil kirgandan buyon ئارقىدىن bir qism g'arb davlatlari tarafidan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga ergishib, Xitoy taratqullari Uyg'urlarning eg'izi orqali bu zulmlarni rad qiladigan ta'tir tashviqot salmoqini kuchaytirdi. Amerika Birleşme Agentligi 20 may e'lon qilgan xabarida Xitoy ishlab tarqatgan sillarda so'zlagan Uyg'urlarning o'z ixtiyorligi bilan so'zlamaganligini o'tirg'a qo'yib, Xitoyning bu yolg'on tashviqotini bosh qildi. Xabarda aytilishicha, Birleşme Agentligi bu yil 1-oyda Qarmay shahridagi bir qaysi hukumat tarmoqlariga tarqatilgan bir uqtirishga erishgan bo'lib, uningda yuqori darajalik boshqaruvchilar har qaysi tarmoqlardan Xitoy tilida ravon so'zlaydigan Uyg'urlarni birni tepib, 1 minutlik bir film ishlab, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning Xitoyga qarshi so'zlariga raddiya berishini talab qilgan. Bu uqtirishda mundaq yozilgan: Pompeoning so'zi haqida aniq ifoda bildirish kerak. Masalan, men Pompeoning Xitoyga qarshi so'zlariga qat'iy qarshi turman. Men bu so'zlardan intayin g'azablandim. Partiya, davlat va Shinjonga bo'lgan muhabbat ifodalanishi kerak. Birleşme Agentligining xabarida mundaq deyilgan: Gerçi Sharqi Turkistonda hukumatning tashviqotini qilgan Uyg'urlarni tepish mumkin bo'lsa-mu, lekin Sharqi Turkistonning kishilik huquq xotirasi sababli nurg'un mutaxassislar bu sillar zo'rlik bilan ishlangan bo'lishi mumkin deb qaradi. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga selayotgan zulmi butun dunyoda inkas qo'zg'amoqda. Gollandiyaning 4 sug'urta shirkati Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq tafsandachiligiga chetishli Xitoy shirkatlariga mablag' selishni to'xtatadiganligini e'lon qildi. Gollandiya matbuotlarida e'lon qilingan xabarga qaraganda, Gollandiyadagi 4 cho'ng kutinish fondi Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandachiligi bilan munosabatlik deb qaralgan Xitoy shirkatlariga solgan mablag'ini to'xtatishni qaror qildi. Xabarda mablag'ning taxminan 115 million yevro ekanligi bayon qilingan bo'lib, Xitoyning shirkatlarga solgan mablag'ini azaytgan ommaviy xizmatchilar fondi ABF Yevropadagi eng cho'ng kutinish fondi va dunyodagi 5-cho'ng kutinish fondi ekan. Xitoy Yevropa parlamentining ikki taraf o'rtasidagi savdo kelishimini saqlab qolish uchun Yevropa İttipaقı parlament a'zolariga qaratilgan jazoni bekor qilish talabini rad qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian bayonotida jazoning muvofiq ekanligini, Yevropa İttipaqining Xitoyning ichki ishlariga aralashishni darhol to'xtatishi va qarshilashish usulidan voz kechishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Bu yil martda Yevropa İttipaقı Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bisim va kishilik huquq tafsandachiligi sababidan 4 Xitoy amaldori va 1 organni jazolashni qaror qildi. Xitoy buningdan o'ch yilib Yevropa İttipaqining 5 parlament a'zosi qatorliq 10 kishiga va Yevropa parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti qatorliq 4 organga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoydagi bir qism hukumat xodimlariga idoralar tarafidan Tesla markali mashinalarni xizmat o'rnida to'xtatmaslik haqida uqtirish qilinganligi o'tirg'a chiqdi. Bu temaning sezgirligi sababidan ismining oshkorlanishini xohlamagan ikki amaldor Reuters agentligiga bu buyruqning kelish sababining mashina kamera va qubullag'ichning borligini o'rintilganligi ekanligini aytgan. Egilenishicha, hozirgacha Tesla markali mashinasi bor ikki amaldor Beijing va Shanxaydagi hukumat binolariga yaqin joyda mashina to'xtatishdan cheklangan, ammo Tesla mashinasi ishlatgan boshqa hukumat xizmatchilarining bu cheklashning ta'siriga uchragan yoki uchramaganligini noma'lum. Tesla mashinalarining o'tgan yil martda Xitoydagi harbiy lagerlarga kirishiga ruxsat qilinmagan. Xitoyning Shanxay o'lkasida 7,4 bal, Yunnan o'lkasida 6,4 bal yer tەvrىدى. Xalqaro yer tәврәш markazining dastlabki tekshirishida Xitoydagi yer tәврәшning darajasi 7,4 bal deb xotirlangan. Yana bir tarafdan Xitoyning g'arbiy janubidagi Yunnan o'lkasining Dali shahrida 1 soatda uda 3 qatim tәврىدى. Egilenishicha, bu 3 qatimliq tәврәнishning darajasi 4,2, 5,6 va 6,4 bal ekan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, dastlabki aniqlashlarga qaraganda yer tәврәшda 2 odam qazo qilgan, 9 odam yaralangan.